Mahmud. Assalomu alaykum Samat aka, yaxshilab oldingizmi? Va alaykum assalom. Bu nima bu? Ha, bu mashina. Ko'rib turibman mana shularni. Kimniki, nega biz hovlimizda turibdi? O'g'lingiz Anvar akam tug'ilgan kuningizga jo'natdilar. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. 100 yoshlarga kirib yuring. Umringiz uzoq bo'lsin. Sizga shu mashinani sovg'a qilib yubordim aka. Qarang, yoqdimi? Agar rangi yoqmagan bo'lsa, ayting, almashtirib beraman. Mazza qilib haydab yurasiz-da. Mayli aka, men ishdaman. Bo'shaganda yana aloqaga chiqaman. Mahmud, Labay. ana meni ustiga biror narsa tashlab qo'y. Xo'p bo'ladi. Qachon minaman bu mashinani men. Papuy, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman sizni. Umringiz uzoq bo'lsin. Pap, kechiring, bu safar ham bora olmadim. Endi kuyovingizni bilasiz-ku ishlarini. Mana hozirgina Londonga qo'ndik. Endigina otelga joylashib-oldik-da. Lekinchi, pap, qarang, men sizga zo'r sovg'a yubordim. Bu robotning ismi Petbot. Bu sizni zeriktirmaydi. Eng asosiysi sog'liqlaringizga qarab turadi, davleniyalaringizni o'lchab turadi. Ja, zeriksangiz o'ynab ham beraveradi-da. Pap, men ozgina shoshib ko'rishguncha xayr, gaplashamiz. Mana qara, Labay Samat aka. uchiradigan joyni bilasanmi? Ha, bilaman. Assalomu alaykum. Va alaykum Dada, assalom. yaxshimisiz? Tanimadim bolam. Biza argon preparatidan zakaz qilgan ekansiz. Ha. Shunga mana olib kelib berdik. Rahmat. Xo'p. O'zi qalay, do'dam? Foyda bo'lyaptimi, yaxshimi? Foyda bo'lmasa yana buyurarmidi? Baraka toping, baraka toping. Buni birinchi iste'mol qilganingizda og'riq qo'zg'adimi yo unaqa holat bo'lmadimi? Rosa qo'zg'adi, qo'rqib ketdi. Keyin sekin qo'yib yubordi. Ha, ha, ha. Hozir yaxshi. Birinchisida o'zi shunaqa bo'ladi, faqat o'sha paytda to'xtatib qo'yish kerak emas. Muntazam ravishda ichish kerak. Xo'p, mana shunga qo'l qo'yib bersangiz. Bolam ichkariga kirishga qilib berardi. Rahmat, rahmat, keyingi safar. Baraka toping. Hozir Dodam, bugun tug'ilgan kuningizmi? Tabriklaymiz, Shunaqa tabriklaymiz. bo'lib qoldi. Umringiz uzoq bo'lsin, siz yoshingizga yetib yuraylik. Xo'p, bo'lmasam bu mahsulotimiz bizning kompaniyadan sizga sovg'a. Doda, bu safar pul olmaymiz, ha? Qalay bo'lar ekan? Yo'q, hammasi joyida. Faqat duo qilib qo'ysangiz bo'ldi. Rahmat. Shu kompaniyaningcha iloyim fayzini bersin. Rahmat, rahmat kattakon. Bayramlarni yaxshi o'tkazib olinglar. Rahmat. Shifo bo'lsin, rahmat. Sog' bo'l. Samat aka, Labay. bugun bir osh qilib beraymi? Mahmud, Labay. bugungi kelgan sovg'alar senga yoqdi. Ha, zo'r sovg'alar keldi. Mashina, robot. Yoshim o'tgandan keyin meni mashinam ham, robotim ham mana shu bo'lar ekan. Sovg'ani ham yoshi qarisi bo'lar ekan, Mahmud.